Assalomu alaykum yerlarmata. Mana yoq Parranda bozor bo'ladi, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Parranda bozor, jijilarda tushib ketamiz. Jidan sindikdi. Palava 50'den. Birinchi zum bo'ldi. 55'ten muamma 250 mi? 250 yemek nasip etsin yaxshi. Sağ olun. 250 dan olib döndükdü. Mana unduklarni chizam ekan. Assalomu alaykum. Unduklar 400'den çıkarıyor. 400 ming so'm ekan bir unduk. Xallasa bu yoqda cho'ylab o'xshaydi. Bular chizam ekan. Neden bular? 150'den 150. Qara toq neden bo'ldi bu? Kara tokla 95'ten buldu. 95'ten. Meyek doğma bu? Hava sağlam. Yaxşımız ha? Meyek doğma ekan. Tutturan toklar. Tutturgan tovuq ha? 95'ten bir. Mana chizam mana. Her bir ketdi. 95'ten. Her bir ketdi. Polimer to'ylarni ekan, polimer to'y. Bular. Mana chizam ekan. 30 ming so'm. Hajra. Tamam. Bir de yaşlılıqan oturatıydı o biri. Olxam ekan. Ketdi. Olxam ekan. Ketdi. Ayt xorazlaring. 90'dan başlanadan 130 gacha. 90'dan 130 gacha. Bu xoraz tavuq aralashma? Xoraz quruq. Quruq xoraz ha? Tavuklarını berdim. Ha, tavuqlar berdingmi? Ha. Unduk nechadan ekan? 220 'ndik. 220. Mana g'ozmi bu? Az. Necha so'm? Qarni. Chizim. 150 ming so'm olsa beradi. 450 dan ha? Bir xoraz nima ekan? Biri 450 danmi? Yo'q, bir xoraz nima ekan? Birovini. Birovini ayt. Birov 250 ming so'mdan berdi. Birov 250 mingdan. Qarovulda bu qarovul. Birov kelsa haqli deydi bu. Signal beradi. Ha, cüce yo'qmi dedim necha bu? Cüce ozmi dedim. Jaylag'ında. Ya cüce oynag'anda ekan. Xo'razni chizim ekan. Xorazlar 100 ming, 20 ming. Shtirovni chizim, shtirov. Bir yarım yaşma deyman, bir yarım yillik ha. İçindekilerini çizim. 80'ligim var. 90'lık var. 80-90. Her türlü. He, besine karar be. Sattınız mı? Sattınız mı? Neçeden? Sapkızda bilinmem. 100'den. Xoraz çizim ekan. 100. Xoraz 100. Mana ne? Brahma. Brahma 150. 350. 350 mi bu? Bu здоровый kıyla da bu ha? Tak, iç kulağını uyak beyanında yükü var ekan bunun. Neçege soradı pazar? Ha? 200 300 soradı ha? Ündüklerini çizim ekan? 450 ming şu ündük. Ündüşkeni? 170. Mana ne xoraz? 150. Mana ündüşkelerini çizim ekan? Ündüşken çizim? 90 ming so'm. Mana xoraz ne? 150. Yani şunday pazarın bakalari şunday bo'ldi bugün. Parranda bozor. Qoraqalpog'iston Respublikasi Berin tumani tovuq bozor. Necha munduk? Unduk 500. 500 ming ha? Tovuqlar ne? Tavuklar 100'den. 100 ming so'm ha? Nechi? Xoraz neda xoraz? Xorazning bahosini ayting. Bahasini chizim. 150 ming so'm bahasi. Mana o'rdak chizami bu? Undishkami? Chizim. 10 ming. Chizim tuya tovuqlar. 500 denme biravi? Tovuq xorazning bahalarini bildik. Undukdan bahalarından bildik. O, harmanlar. Assalomu alaykum. Nechadan bo'ldi bu tovuqlar? Tavuklar 235 beradi ama. 235 tane. Shunda 17,5dan tushami? 7,5 Burillar. Shunasa 50 ming so'm berdim. Bir dona so'mcha padarga. So'mkasan patarka? Ana shunday so'mka? 20 arası. Ha, ana so'mka ko'p ekan. Xullas 3 tovuqda olsa bir so'mka padarka. Padarka bir so'mka bonus bo'ladi ekanda, xullas shunday. Endi jo'jalar tushiramiz. Bak, jo'jalar. Assalomu alaykum. Kalmadı mı? 9 yiyecek. Oh, to'k verdi. Necha so'm? 20 mingdan beri. Ko'ksa jallı ichadigan qayta. 20 mingdan biri va. Necha so'm? Assalomu alaykum. 30 ming jo'jalar ha? Tak, necha kunlik? Oyliqmi? 2 oylik 30 mingdan. Assalomu alaykum. Jo'jalar necha so'm? Kelib qopti bu. 45 dan. Necha oylik? 2 oylik ha? 45 dan. 2 oylik jo'ja
45 tane. Salmayın çizim cüceler. 35 aylık. 2 aylık 35. Buralar ne? 35'ten. Burada böyle cücenceden. 15'ten. Suda süzüp bile mi bular? Her küçükene 15 bin ördek cüce. Dekeller atın dekeller. Dekellen çizim. 300 olsa verirler dedi. Ursa takımı deken. Buralar ne meydeleri? Bana dekellen çizim. Tavuğu yiyen bu ha? Bana çizim dekenin Hemen atıyor. buldu indi. Neçe? 150 bin so'm ekan shu bir degan tavuğu. Xo'razni qimmat ekan deganni. Oldingiz mi? Ha? Oldingiz mi? Ya qaytdi bu. Nechadan qaytdi? So'ramadi hech kim. Necha dedingiz bahasini? Bag'asini 500. 500 mi? Dekan ha? Dekan 500 bin so'm ekan. Tak, mana unduk olinib ekan, sotilajaqmi ekan unduk? Unduk necha so'm? 300 bin so'm. 300 bin so'm ekan unduk. Jonivorlar cho'rlab yotibdi, xollaslab. Kuni suvg'onga da. Necha qalay? Necha so'm ekan mana tovuqlar? Ha, olgan ha tovuqlar. Bo'ldimi? Necha so'm? Maqtavering jujani, necha so'm? 15. 15 ming so'm. Tak. Qaysi? Nechadan sotildi? Yo'q, bu sotildi. Nechadan? 25. Necha kunlik? Shu 40 kunlik. 40 kunlikmi? O'pib qoladi yana bir. 25danmi? Yana bir yashik olmasa o'pib qoladi ekan bu. Yo'qolishdan qo'yib turing. Necha kunlik deysiz? Necha oylik? 40 kunlik. 40 kunlik juja 25 dan sotildi. To'g'rimi? Nechadan ha? 20 dan ha. O'rdaklarni aytavering. 14 ta tutib. Ha? 14 ta tutib kelishiladi. 14 ming so'm biravi. Siz bilaman bu. Necha kunlik bu? Haftalik. Bir haftalik 14 mingdan. 10 mingdan berasizmi ko'proq olsa? Nechadan berasiz? Bola yaqin, bular nechadan? Hammasi bir. Hammasi birdan ha? Buni makanini ajratib bo'ladimi? Makan jujasini ajratib berasiz. Ha. Necha so'm? 25 dan necha kunlik? Bir oydan o'tgan 25 dan. Dalchi. Mana jujalar necha so'm? 30 dan. Necha oylik? 2 oyga yaqinlashadi. 2 oylikda pashta, 30 dan. Qara tovuqdan nechadan? 22 dan. 22 dan necha oylik? 2 oylikqa to'lajaq bu. 2 oylikqa to'lajaq. Qara tovuq ha? O'rdaklar necha so'm sizda? 16 dan. Uxlab yotdi ekan mana biri bu. Jelanchidan. Jelanchidan. 28. Ha? 28. 28. Tuya tovuqlarni aytavering, assalomu alaykum. Necha so'm tuya tovuq? Ha. 4300. Jujilar shiqlab yotdi. O aylanib qolarmi? O'rdak jujilar necha so'm? Ördekçiler aytmayın. 35 tane ördekçiler. 35 deydi, qimmat bu. Bular necha so'm? Tamam, ko'raklar bor. Akşam baza ko'rmadingiz ku? Ha? Sho'rmaga desang, yine qora to'g'rilgan. Uchun Siz emas, bu yaxshi chiqyapti mana. uchun agar 200 Qani? Yaxshi chiqmadingiz, siz chiqmadingiz. Opas ketdingiz, qo'rqmang. Jujalarni ayting. 25 bo'lsa beraveraman. 5 kunasi qoldi mana. Necha qoldi, ha? Necha sotdingiz bugun? Ha? Necha sotdingiz? Ko'p ketdimi? Qo'lda bag'ilganmi bu? Necha oylik, necha oylik bu? To'papang salom aytdi, to'papang. Akşam uyda to'papang o'tirib salom aytdi sizga. Bugun chiqmadi. Salom. Bog'lar chaqqan Shunga qachon Yaxshi, sog' yurgaysiz siz ham. Yaxshi. Yaxshi, sog' bo'ling. Yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Bu jijanchidan. Bunchadan. 22 mi? O'zim beraman. 22 22. Voy, u. Bozor vokzal bo'lib ketdi mana yaqinda. Tak. Tovuq bozori bo'ldi bugungi syomkamiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, like'larni bosib qo'yinglar.
Bu Toshkent Gömmen yerida so'y tag'illar. Urganch Asnovka, Urganch stoyanka bor. Toshkent Gömmen. Telegramlar bor ekan, Toshkent Gömmen 1 deb yozsanglar chiqadi Telegramga. Orientovchi Uglovoy. Dostavka bor ekan mana. Men nomer ishimi? Dostavka xizmatlari 77 577 98 17 degan nomer. Toshkent Gömmen yozib oldim. Ha, shunday esa. Arkadaşlar yazda çıtalım. Bu yana onu da çıktı ona ayranlar. Arkadaşlar. Çıksın şuraya. 10 zaman. Malik. Hemen var. Saltetlerim var kana. Mila şeyler hemen var. Oturup bir pire de. Hem yaxshi istagan. Bo'ladi, sodamaz var ekan. Yaxshi. Orienterda aytdim. Qo'shimcha telefon nomerlari bormi? 99'dan. 450 91 16. 91 16. Yaxshi, sodamaz var.